Hammaga salom, sizlar bilan Zornes 21. Biz bugun to'g'ri Minecraft o'ynamaymiz, lekin Minecraftni ancha pastroq, ya'ni hatto skinlar ham paydo bo'lmagan versiyasida Alex va Steve, ya'ni Ron va Zornes 21 videolari. Faqat Ron hozirda yo'q, chunki u videoga tushishni uncha yoqtirmaydi. Bugun biz nima qilamiz? Eng qizig'ini aytsam, biz skelet ferma va zombi fermalarda qanday qurilishini va qanday ishlashini o'rganib chiqamiz. Qanunda ketdik. Do'stlar, bilishingiz mumkin, uni ajratib qo'yilgani sabab pastdagilar Ron sanduqlari. Xo'sh, aytib o'tay, mana bu skelet fermadan kelgan kamonlar. Mana bu esa zombi fermadan kelgan barcha narsalar. Bu kamon va kamon o'qlari albatta skelet fermaniki. Xo'sh, skelet fermadan 300 tagu 36 ta suyak va zombi fermadan juda ham ko'p mana bu rotterlar. Xo'sh, uyimizda bir qator ko'rsatib chiqsam do'stlar, ber bug'doy, ber xullas shakar qamich, qani bug'doy qancha bo'ldi? Anchagina. Xo'sh do'stlar, bu yer esa lavlagan qayta ekmanmi? Yo'q do'stlar, bu hayot uchun xavfli. Lavlagini qaytib ekish kerak. Bu hayot qonuni bo'lmasa biz och qolamiz. Xo'sh, Ron yo'g'rik vaqt video o'rganim yaxshi bo'ldi, o'zim yaxshi chiqadi. Xo'sh, bu esa bizni sehrlayotgan stolimiz. Shu bilan men mana bu sehrlarni oldim. Looting 3 sehri menga skelet fermada katta foyda keltiradi do'stlar. Xo'sh, bu fermachilarni ko'rsatgan bo'lsam yaxshi. Bu meni fermalarim. Ronniki tepada. Bu esa meni ust boshlarim, tepadagi meni sanduqlarim, pastdagilar Ronniki. Xo'sh, mana bu oshxona do'stlar. Bir tanishtirib qo'yay dedim-da. Xo'sh, biz kun ichida uy qurganmiz. Xo'sh, bu sabzi ikkalamizniki ham bu o'tday bo'ldik. Mana zombi spawner. Xo'sh do'stlar, buni qurishni o'rgatib chiqsam, birinchi bo'lib pastga bu toshlar, mana shu toshlar zombi spawnerning o'ziniki, tabiiy. Pastga kovlaymiz. Pastga kovlangandan so'ng pastga yana 2 blok kovlaymiz. Bu yerga 2 blok va pastga 2 blok kovlangandan so'ng 4 ta chetdan 4 joydan suv quyib chiqamiz. Va mana bunday chiroqlar bu zombi spawnerni o'chirish uchun. Zombi spawner o'chirilgandan keyin yo'qamiz. Mana. Mana xullas zombilar ana shu yerda afeki turamiz. Qancha vaqtligini bilmayman. O'zlaringizga kerakli muddat. Maslahatim doim 15 daqiqadan turing, juda ham yaxshi lootlar keladi. Xo'sh, zombilar paydo bo'lib suv ostiga tushadi. Ayrim zombilarda do'stlar ust bosh, ya'ni kiyim bo'ladi, o'zlaringiz bilasiz, ular qimmatbaho lootga kiradi. Va xuddi suvning eng kerakli joyi bu yerda katta rol o'ynaydi suv, chunki hozir mana buni ustidagi qimmatbaho lootlarni olib berish uchun suvga tushgan zombi suv zombisiga aylanadi va o'zining kiyimlarini yo'q tashlaydi. Tashlamasa o'zi kiygan bo'ladi, faqat uni o'ldirganimizdan so'ng yangi bo'lib tushadi do'stlar. Albatta spawner topgan paytingiz buni albatta sinab ko'ring. Mana suv zombisiga aylanadi, keyin hammasini o'ldirasiz va lootlar tayyor. Albatta buni siz sinab ko'ring, faqatgina spawner bilan ishlaydi. Spawner topish esa bilasiz unchalik qiyin emas. Desam hozir. Xullas bu har qanaqa versiyada ishlaydi, farqi yo'q. Katta, kichik, xullas hammasi ishlaydi. Bir stack sabzi 25 ta mayli. Olib qo'yamiz. Aytgancha menda sabzi va kartoshka ferma yo'q, Ronda esa bor. Uni endi Ronna fermalarini ko'rsatsam do'stlar, albatta keyingi videoda majburlab bo'lsam videoga tushiraman. Keyin uni kimligini, apdan ko'ra betini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, bu qo'y ferma meniki, mana shu ferma meniki. Mol ferma ham meniki, to'g'rilardan hammasini o'ldirdim. Tovuq ferma ham meniki. Nima tovuqlar kelmay ketibdi? Qiziq. Mana bular esa Ronniki, u o'sib chiqdi. Bu joyni Holyamingga eslatadi do'stlar. To'liq o'rtini ust bosh kiygan zombini shu yerda cho'ktirib, ust boshlarini olgandim. Xo'sh. Va bu qishloqlarning joyi, 2 ta qishloq olib kelganman. 2 tadan shuncha bo'ldi. Endi sizlarga va'da qilganimda skelet fermani ko'rsatsam do'stlar. Xo'sh, birinchi xuddi o'sha skelet spawnerini topgan joyimda teleport bo'laman. Xo'sh, uni ko'rdi 1273 aytgancha bu sizlarga ishlamaydi, chunki bu spawner topgan joyimda teleport koordinatasi. Xo'sh, 28-balandlik va 577-uzoqlikda joylashgan. Ketdik. Va biz spawnerdamiz. Spawner qani, mana.
Xo'sh, xuddi o'sha paytda ron chiqib ketish kerak edi va barcha narsalarni shu yerga qo'yib ketgan. 64 ta zumradda. Mayli. Xullas bu spawner ancha boshqacha quriladi do'stlar. Chetlarini yoritib ko'rsatsam, bu spawnerni o'rtasiga katta joy ochib, pastiga 3 blokka olamiz. 3 blokka olingandan so'ng har 4 tomondan bittadan suv qo'yamiz. Ortiqcha suv kerak emas. O'rtasidan 4 blok pastga kavlab, mana bunaqa o'tirmaydi-ya. Eshikchalarni ochib qo'yamiz. Ochib qo'ygan paytimizda suv tushmaydi, lekin mob aniq tushadi. Moblar pastga tushib ketadi. Xohlasangiz avtomatik qilishni yo'li unga nima edi o'zi eslovlaya. O'choqlarni qo'ysangiz, u olovda yonib, faqatgina olovda yongandan so'ng suyagi va kamoni yo'q tushadi. O'zini kamoni ustidagi kiyimliklari tushmaydi. Bunga sabab u avtomatik fermada bular mavjud bo'lmaydi. Agar siz qildirsangiz, ayniqsa looting uchi bilan uning barcha narsalari tushadi. Albatta pastga voronkalarni qo'yib qo'ying. Ular barcha narsalarni olib mana bu yerda tashlab beradi. Bularning hammasi skelet fermadan. Xo'sh, do'stlar, hamma ham bilmaydi-ku, haqiqatda ko'rsataman sizlarga. Bu bitta YouTube beram aytmaydi. Mana ko'rib o'rganganman, didda olish kerak tamom. Xo'sh, shuna kirasiz. Mana bu ikkita kamonni eski birlashtirish kerak, shunday. Tamom. Birlashdi, lekin degan joy bu. Sehrlangan kamon bilan buni birlashtira ko'rmang. Oddiy kamon chiqadi. Lekin daraja olmaydi bu uchun. Bu yaxshi. Albatta yaxshi. Qo'yishliklarni ko'rgan bo'lsangiz, mana shunday skeletlar paydo bo'ladi. Siz esa prosta o'ldirasiz. Daraja ayrimi pastga tushadi, pastdan olasiz. Va bu to'xtovsiz 24 ga 7 doimiy ishlash qudratiga ega. Bu juda ham zo'r narsa albatta. Hammaga tavsiya beraman sinab ko'rishni. Prosta pastdan lootlarni olasiz va uyga teleport bo'lasiz. Xo'sh. Xullas mana shu zo'r narsada do'stlar, albatta sinab ko'ring. Sizlarga buni maslahat beraman. Mob fermalarini bo'y birini qurib bilaman deyman, lekin o'rgimchak, skelet va zombi fermasini qurib bilaman. Albatta avtomatik qilsa bilan zombini ham, skeletni ham, lekin avtomatik qilishdan ko'ra qo'lga ishlatganga lootlar ko'p bo'ladi. Sizlar bilan zo'rni 21 bo'ldi. Hammaga xayr. Like